Hammaga assalomu alaykum. Sofirdagi aka-ukalar, yaxshimisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Mana Xorvatiyaga kelganimga ham 2-3 kun bo'ldi. Yangi zakonlar chiqqan, ularni eshitgandim, mana endi yana o'zim ko'zim bilan ko'ryapman. Qanday vaziyat, nima bo'lyapti. Mana nelegal bo'lib yurganlar bor, o'zimizning yurtdoshlar. Iloji boricha sizlarga maslahatim, nelegal bo'lib yurmanglar. Iloji boricha pul ketsa ham dokumentalniy bo'lib olish kerak, dokument qilib olish kerak. Farqi yo'q, sizga soatiga necha euro to'laydi, qanaqa ish, nima. Обязательно dokument qilib oling, lekin maslahatim. Chunki hozir juda reyd ketyapti. Mana poytaxtlarda уже men Zagreb poytaxtida Xorvatiyani. O'sha yerlarda juda qattiq reyd ketyapti. Masalan, ID kartasini so'rogi bo'lsa ham yoki so'rogi o'tib ketgan, mana nalogini to'lagan, to'lamagan, masalan to'lamay yurganlar bo'lsa, zippa уже kompyuterga solyapti, bazadan ko'ryapti. Уже naloglari ham to'lanmaganmi, уже deportatsiya qilyapti. Bu pul berib yoki chiqartirib bunaqa imkonsiz bu narsalar. Shuning uchun akalar, iloji boricha sizlarga mana maslahatim, bu ham meni vazifam. Meni baribir ko'pchilik ko'radi, mana musofirdagilar ham, boshqalar ham ko'pchilik mana ishga ham yo'naltiramiz, boshqa qilyapmiz. Даже уже akalar nelegal bo'lib turib boshqa ishga o'tish ham qiyin bo'lyapti. Pulni berib bo'lsa ham akalar, menmi boshqami kim masalan eshitsangiz ham pulni berib bo'lsa ham o'sha ishda gaplashib tezroq o'tib ketish kerak, dokumentalniy bo'lish kerak. Chunki уже bez dokument уже deportga olib kelyapti. Bo'ldi, tamom, u qarab o'tirmayapti. Ozroq vaqt beradi, o'sha muddat beradi. 2 hafta yoki 10 kun, bir xillarga o'shani ham bermayapti. Birdan qamab, mana eshityapman, qamab 15 kuncha qamab, keyin deportatsiya qilib ham shunday qilib yuboryapti. Ehtiyot bo'linglar akalar. Iloji boricha dokument qilib olinglar. Qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar. Masalan, siz zo'r ishlayapsiz qayerdadir, lekin bez dokumentsiz. Farqi yo'q. U holatga maslahat bermayman. U ish joyingizni tashab, iloji boricha dokumentlik qiladigan joyga o'tish kerak. Ili masalan, sizni dokument qilib beraman deb sizga va'da berdimi o'sha firma? Qilib bersin. Agar qilib bera olmayotgan bo'lsa, asta boshqa joyda ko'rish kerak. Chunki bo'lmaydi. Boshqa anaqa yo'q, variant yo'q. Уже mana vaqt o'tib ketyapti, qanchadir muddat beradi. O'sha muddat o'tgandan keyin уже bo'ldi, siz avtomatik chiqib ketishingiz kerak Yevropadan. Shu Schengen davlati уже deport degani bo'ldi, уже Schengen davlatlar hammasiga deport kiritilmaydi degan. Akalar, sizlarga maslahatim, dokument qilib olinglar, обязательно. Yengil qaramanglar bu dokument borasida. Hammaga rahmat, kanalimga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar yana oldinda qo'yib boramiz, xudo xolisa. Hammaga rahmat.